1526-yil 21 aprel tongi. Panipat kengliklari. Havoda og'ir sukunat, chang va o'lim hidi anqiydi. Bir tarafda Farg'ona vodiysidan chiqqan taqdir shamollari uni shu yerga yetaklagan Zahiriddin Muhammad Bobur. Uning ortida bor yo'g'i 12 ming sodiq navkar turibdi. Ro'parasida esa Dehli sultoni Ibrohim Lodi. Uning ortida 100 minglik devdek qo'shin va 1000 ta dahshatli jangovar filsaf tortgan. Nisbat 1 ga 10. Har bir Boburiy askariga 10 ta dushman to'g'ri kelardi. Lekin Boburda Ibrohim Lodiyda yo'q narsa bor edi. Temuriylar qonidagi harbiy zakovat va o'sha davrning yashirin quroli, o't so'char to'plar, zambaraklar. Jang boshlandi. Hindiston osmonida ilk bor momaqaldiroq emas, Boburning to'plari gumburladi. Bu tovushdan dahshatga tushgan minglab fillar o'z egalarini payhon qilib